Bugungi kunda hududlarda jinoyat va huquqbuzarliklarga qarshi kurashda mahalla yettiliklari muhim rol o'ynamoqda. Boisi har bir mahalla fuqarolar yig'ini a'zolari o'z hududidagi aholi va ularning ijtimoiy holatini yaqindan biladi. Bu esa mahalla yettiligi a'zolariga muammolarni erta aniqlash va ularga samarali yechim topish imkonini ham yaratib bermoqda. Guliston shahrining Baxt mahallasi bunday hamkorlikning yorqin namunasi hisoblanadi. Bu yerda mahalla yettiliklari a'zolari birgalikda faoliyat olib borib, o'z maskanini jinoyatlardan xoli hududga aylantirishga katta hissa qo'shmoqda. Ularning doimiy sa'y-harakatlari aholining ehtiyojlarini o'rganish, yoshlarni ijtimoiy zararli odatlardan saqlash va ogohlikni oshirish kabi chora-tadbirlari natijasida Baxt mahallasi jinoyatga qarshi barqaror va tinch maskanlardan biriga aylangan. Shuningdek, mahalla hududidagi ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalar, vaqtincha ishsizlar, yolg'iz qariyalar xonadonlarida ham muntazam o'rganish ishlari olib borilib, ularga turli xildagi ijtimoiy yordam ko'rsatilmoqda va Milliy gvardiya qo'riqlov pulti hamda uning afzalliklari xususida ham batafsil ma'lumotlar yetkazilmoqda. Bugungi kunda bizning Baxt mahallamizda 714 ta xonadon, 3278 ta aholidan iborat bo'lib, jinoyatchilikni barvaqt oldini olish maqsadida mahallamizda profilaktik inspektor va mahalla yettiligi xodimlari tomonidan jadal ishlar olib borilmoqda. Bu ishlarni olib borishda hokim yordamchisi tomonidan mahallamizdagi ishsiz fuqarolarga kam foizli kreditlar ajratilib, tadbirkorlikni boshlab rivojlantirish uchun yordam berilmoqda. Shuningdek, o'qishni xohlagan ayol xotin-qizlarga monomarkazga o'qishga yo'lnomalar berib, o'qish bilan band qilinmoqda. Bundan tashqari mahallamizda jinoyatchilikni oldini olish uchun 30 dan ortiq video kameralar qo'yilib, uni 8 tasi mahalla binosiga integratsiya qilingan. Bular asosan mahallamizga kirish-chiqish ko'chalarida hamda aholi gavjum joylarga o'rnatilgan. Bundan tashqari mahallamizda infratuzilmalarni yaxshilash maqsadida 7 ta ko'chamizda asfalt ishlari olib borilmoqda. Xavfsiz va obod mahalla tamoyili asosida mahallamizda 70 ga yaqin xonadonlarga qo'riqqa olish pulti o'rnatilgan bo'lib, qolgan fuqarolarga ham buni targ'iboti olib borilmoqda. Mahallamizda 4 nafar fuqarolarimiz kambag'al oila reyestrida turadi. Ulardan muntazam ravishda borib xabar olib turibmiz. Mahalla yettiliklarining faol ishtiroki, ularning o'zaro hamkorligi va aholi bilan doimiy muloqoti hududdagi ijtimoiy muhitni yaxshilash, turmush farovonligini oshirish hamda kriminogen vaziyatni barqarorlashtirishga ham xizmat qilmoqda. Bugungi kunda Baxt mahallasi hududida jinoyat va huquqbuzarliklarni saqlash yuzasidan hamkorlikda muayyan ishlar olib borilmoqda. Xususan, birinchi navbatda ajrim yoqasida kelib qolgan oilalar, jinoyat qurboniga aylanib qolishi mumkin bo'lgan yoki jinoyat qilishga moyil bo'lgan shaxslar, vaqtincha ishsiz, migratsiyadan qaytgan fuqarolar ro'yxati to'liq shakllantirib, ular bilan manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda ularning bandligi ta'minlash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularga hayotiy ko'mak berishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, mahalla hududidagi mavjud ichki ko'chalarga muntazam kuzatuv kameralari o'rnatilib, maskan to'liq nazoratga olindi. Hamda mazkur kuzatuv kameralari to'liq integratsiya qilinishi ham yakunlandi. Xavfsiz va obod mahalla doirasida probatsiya hisobidagi shaxslar bilan ham muntazam manzilli uchrashuvlar olib borilib, ular tomonidan qayta jinoyat sodir etilishini oldini olish choralari ham ko'rilmoqda. Darhaqiqat, mahallaning tinchligi va farovonligini ta'minlash nafaqat jamiyat, balki mamlakat rivoji uchun muhim asosdir. Shunday ekan, mahalla yettiliklari jinoyatga qarshi kurashda nafaqat nazorat vositasi, balki ijtimoiy birdamlik va ishonch timsoliga aylanib ulgurishdi. Guliston shahridagi Baxt mahallasi tajribasi esa bunga yaqqol misol bo'la oladi.